38 bob. Qurbonlik supasi akatsiya yog'ichidan yasaldi. Supa 4 chasa bo'lib, uning egizligi 1,5, uzunligi va kengligi 2,5 metrdan qilindi. Supining 4 bujigiga munguzlar chiqirildi. Ular supi bilan bir бүтін qilinib, tush bilan qoplandi. Qurbonlik supasiga ishlatilgan kuldan, gurjak, dos, loqshigir va o'tdan qatorliqlar yasaldi. Bu saymonlarning hammasi tushdan bo'ldi. Bundan boshqa qurbonlik supasiga tushdan bir shol yasilib, qurbonlik supa o'txonasining o'rtasidagi sholi taksisining ustiga qo'yildi. Ondan baldoq o'tkazildigan, sholaning 4 bujigiga bekitildigan 4 dona tuch halqa yasaldi. Bundan boshqa qurbonlik supasini ko'tarish uchun akatsiya yog'ichidan 2 baldoq yasilib, tuch bilan qoplanib, 2 yondagi halqalarga o'tkazildi. Qurbonlik supasining o'ttirsi qavoq qilinib, taxtaydan yasaldi. Paklanish desi va dos qo'yg'uch Parvardigor bilan uchrashish chedirining ishigi oldida xizmat qildigan ayollar tarafidan berilgan tuch aynaklardan yasaldi. Ibodat chedirining atrofini to'sib o'yli qilish uchun kandir yipdan parda to'qildi. Janub tarafdagi pardaning uzunligi 50 metr qilinib, pardani ko'tarib turish uchun 20 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 20 dona tuch put yasaldi. Pardalarni bekitadigan turuk ilmaklari bilan halqalari kumushdan yasaldi. Shimol tarafga parda o'rnatildi. Uning uzunligi 50 metr qilinib, pardani ko'tarib turish uchun 20 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 20 dona tuch put yasaldi. Turuk ilmaklari bilan halqalari kumushdan yasaldi. G'arb tarafdagi pardaning uzunligi 25 metr qilindi. Pardani ko'tarib turish uchun 10 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 10 dona tuch put yasaldi. Hovlining sharq tarafidagi pardaning uzunligi 25 metr qilindi. Kirish og'zining bir tarafidagi pardaning kengligi 7,5 metr bo'ldi. Pardani bekitish uchun 3 tuvruk va 3 put yasaldi. Yani bir tarafidagi pardaning kengligi 7,5 metr bo'ldi. Uningmi 3 dona tuch tuvruk ham ularning tegiga qo'yig'li 3 dona tuch put yasaldi. Hovlining atrofidagi barliq pardalar kandir yipdan to'qildi. Turuklarning putlari tushdan, ilmak va halqalari bo'lsa kumushdan yasaldi. Turukning beshi kumushdan qoplandi. Hovlining 4 atrofidagi turuklarning hammasida kumush halqalar bo'ldi. Hovlining kirish og'zining pardalari ko'k, so'sun, to'q qizil ranglik yung yip va kandir yipdan to'qilib kastlandi. Pardaning kengligi 10 metr, egizligi bo'lsa, hovlining to'siq pardasining egizligidek 2,5 metr qilindi. 4 dona putluq tush tuvruk uni ko'tirib turdi. Turuklardagi ilmak, halqalarning hammasi kumushdan yasaldi. Turuklarning beshimi kumush bilan qoplandi. Ibodat chediriga ishlatilgan barliq qo'ziqlar tushdan quyildi. Ahdi chediri debmi atalgan ibodat chedirini yasashga ishlatilgan materiallar Musoning topshirig'i bo'yicha Laviylar tarafidan ko'zdan kechirilgan bo'lib, ruhoniy Harunning o'g'li Itamarning soniqidan o'tgan edi. Parvardigor Musoga buyurganlarning hammasini Yahuda qabilasidan bo'lgan Hurning nevrisi, Urining o'g'li Bizalil yasidi. Uningga yordamchi bo'lgan Dan qabilasidan bo'lgan Ahisamakning o'g'li Oholyabning
qo'li chevar bo'lib, u naqqoshlik, o'ymichilik va ko'k so'sun, to'q qizil rangli yung yeb, ham kandir yiptin kashta tikishni bilatdi. İbadet joyining qurilishi uchun atalgan oltin rasmiy o'lcham bo'yicha 1000 kiloga to'g'ri keldi. Nopus tizimligidagi kishilar sovuq qilgan kumush rasmiy o'lcham bo'yicha 3440 kiloga to'g'ri keldi. Nopus tizimligiga asoslanganda 20 yoshdan yuqorilar jami 603.550 nafar bo'lib, rasmiy o'lcham bo'yicha hisoblaganda har bir kishi topshirgan kumush 5,5 gram bo'ldi. 3400 kilo kumushdan ibodat joyi romlarining va pardalar bekitilgan turuklarning 100 kumush puti yasaldi. Her bir putqa 34 kilodan kumush ishlatildi. Qolgan 40 kilo kumush turuklarning ilmek ve halqalarini yasashqa hem turuklarning beshini qaplashqa ishlatildi. Parvardigorga atalgan tuch jami 2400 kilo bo'lib, u Parvardigor bilan uchrashuv chedirining kirish og'zidagi turuk putlari, qurbonlik supsi va uning tuch shalosi, supining butun saymonlari, hovlining atrofidagi to'siq pardining turuklari, hovlining kirish og'zidagi turuk putlari, ibodat chedirining va hovlining to'siq pardasining qo'ziqlariga ishlatildi.